Va nihoyat uzoq kutilgan jang amalga oshadigan bo'ldi. Erkabilan To'xtar va Amirxon Alixo'jayev to'qnashuvi rasmiy Oktagon tasdiqladi. Xudo xolasa juda katta yangiliklar bor, inshaalloh. Oktagon ligasi ham ushbu jangchilarni o'z sahifasiga joyladi. Bugun esa Amirxon Alixo'jayev katta yangilik borligini aytib o'tdi. Men sizlarni oldingi safarlari qanaqangi xursand qilib, qanaqa zo'r bo'ylar qilgan bo'lsam, sizlarga so'z beraman inshaalloh Allohning izni bilan. Hozircha Erkabilan To'xtar sukut saqlamoqda, ammo muxlislar allaqachon bu jangni yilning eng qiziqarli qarama-qarshiligi deb hisoblamoqda. Qadrli do'stlar, bu jangda kimning qo'li baland keladi? Erkabilan To'xtar yoki Amirxon Alixo'jayev? Kim kulachkada, kim parterda kuchli? Albatta o'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Juma yomlang bilan. Xudo xolasa juda katta yangiliklar bor, inshaalloh. Bugun bittasini Xudo xolasa aytamiz. Sekin-sekin bilib olasizlar inshaalloh. Men sizlarni oldingi safarlari qanaqangi xursand qilib, qanaqa zo'r bo'ylar qilgan bo'lsam, sizlarga so'z beraman inshaalloh Allohning izni bilan. Yana qaytamiz juda kuchli bo'lib. Men sizlardan bitta narsani so'rab qolaman, faqat kommentariyaga kirib ko'rganimda eski narsani kovlab, hali ham o'sha narsani qilmanglar. Bo'ldi, unutdik. Bu o'tda taqdirimizga yozilgan ekan. Alhamdulillah dedik. Yana ham kuchli bo'lib qaytamiz deb mehnat qildik. Sababini men sizlarga ko'rsataman. Faqat mana shu kommentariyada to'g'risi yaxshi qo'llab-quvvatlab, podдержка qilib turishlarini xohlayman to'g'risi. Kimgadir xafa qilgan bo'lsam, inshaalloh hammalarini xursand qilaman inshaalloh. Hammaga sog' salomat, inshaalloh ko'rishamiz. Ad dushi.